hörmətli qarindaşlar, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırız. Keçmişdə əməliyləşkənlər keləcəkdəmi çoxum əməliyləşdiğanlığının kapalatı deydi mütəfəkkürlər. Türkistan zemini Türksiz, Türk dövlətisiz, Uyğursuz. Yığıb aytqanda Şərq Türkistan Türklərsiz bina bolğan emas. Təbiətmi özünə xas şəklini Şərq Türkistan xalqsız bergen emas və berəlməydi. Davrlar almışı, özü xalliq qulluqluqqa, erkinlik asaretga aylanishi mumkin bo'lgandek Sharq Turkistonning ismi va jismi sun'iy xaritlardan o'chirilishi, yangi ism va yangi jism berilishi mumkin. Tuproq ustidagilarni tuproq ostiga ko'mib tashlashga yangtirish rejalarimi to'xtamasligi mumkin. Halbuki buni qilayotganlar shuni diqqatga olmagandek darajada g'alchirlashgan ediki, vatanni vatan qilgan xalqni shu zaminning abadiy egalari qilgan narsa tuproq ustidagilar emas. Uning ostiga ko'milganlar. Issiq qani uning yo'lida to'kilganlardir. Ustidagilarni ostiga ko'mish yo'li bilan ishg'olni uzartish mumkin, lekin ishg'olni qirg'in qilish bilan abadiylashtirish ham xiyoldan boshqa narsa emas. Yo'qotilishga duch kelish tahdid, ammo yo'qotilishga qarshilikning uzilmay kelganligi hamon yangidan barpo bo'lishning, tabiatning yangilishi misoli ko'milganlarning badali sifatida qaytadan ko'klab chiqishning, yangidan baroq solishining kelgusi muqarrarlikka qarab yuzlanayotganligining alomati. Aldın bişaretidir. Eslash, xotirlash harakatlari mana bu shuarni jonliqlashtiruvchi dinamiklardandir. Bu yana o'z navbatida angliq yoki angsiz holda kelajakka qaratilgan qutlug' bir g'oyani, bir ideyani soyabon qilib ketayotganligining ifodasidir. Dushmanlari tarafidan tog'dan o'zini etib olishga qistalgan, yorligiga kelib qolgan vaqtdami o'lib olishdan iborat tushkunlikning, ojizlikning e'tirofnomasini avlodlarga qoldirishni nomus bilgan. Düşmaniga qarshi ko'krak terash yo'lida o'lishdek g'urur va sharafning ma'naviy iznaklarini avlodlarning qaytadan ko'kraklariga taqab, g'urur bilan yashash uchun sakrab olish o'rniga tirkishish o'lishni, qarshilik ko'rsatishni tanlagan g'ururliq ota kabi na tarix, na tajovuzchi inkor qilishga yo'l topolmaydigan ikki buyuk tirilish hodisasi tarixga uyultash kabi naqshlandi. İstiqlaliyatni mumkinsizlikka jo'raydigan har turli tashviqot va tahdidlar oldida tiz bitmagan, orqaga chekinmagan holda ikki buyuk ozodlik xitobnomasini, o'rlik va istiqlol jakorini e'lon qilish orqali xalqiga yagona chiqish yo'lining istiqloliyatga ekanligini ko'rsatib berdi. Ana shu qutlug' yo'lning karvoni bo'lgan pak tuproqlarga ishg'oliyatchilar bulg'ashdan avval ikki pak iznoni qoldirgan, o'chmas va o'chirilmas ikki muhrni bosgan, ikki tabarruk izni qoldirib ketgan qutlug' ajdodga salom bo'lsin. Bu izni qoldirishda jinini va borliqini vatan mustaqilligi uchun atagan, kalimutullahni oliy qilish uchun fido bo'lgan aziz shahidlarimizga, tarix batlariga yozib tugatkusiz ish izlari bilan qon bilan to'lgan ochiq, ammo sharaflik badallari bilan bizga ulug'vor bir ruhni miros qoldirib ketgan botir qahramonlarimizga, pahlavon yigit qizlarimizga oliy ehtirom bo'lsin. Barcha Sharq Turkistonliklarning Cumhuriyet kuni qutlug' bo'lsin. Burhan Muhammadning qalamidan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining o'rinlashtirishi bilan har qaysi davlatlarda 12 noyabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 88 va 77 yilligini tabriklash munosabati bilan faoliyat olib berildi. Washingtonda olib berilgan faoliyatda Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi muhim so'z qilib mundaq dedi: Efendiler ve hanımlar, yaxşımısılar? Biz Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 77 ve 88 yılını tabriklash munosabati bilan yig'ildik. 1933 yılı 12 noyabr günü Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, Tatar ve başka Türkiye milletler Xitoy imperializmining ishg'oliyatiga qarshi uyg'onib Sharq Turkiston Cumhuriyetini e'lon qildi. 80 yil ilgari Sharq Turkiston tunji qitim mustaqilligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, qisqa vaqt davom qilib 5 oydan keyin Sovet ittifoqining aralishishi, Xitoyning tajovuz qilishi natijasida 1934 yili 4-oyda ag'dirib tashlandi. Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilishiga qarshi izchil kurash qilib, 10 yil o'tgandan keyin, ya'ni 1944 yili 12 noyabrda ikkinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqib, birinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetiga varislik qildi. Keyingi dunyo urushidan keyin kichik davlatlar zamini cho'ng davlatlar tarafidan taqsim qilinganda Sharq Turkiston Sovet ittifoqi tarafidan Xitoyga setilib ketdi. 1949 yili yozda Sovet ittifoqi bilan Xitoy birlashib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti rahbarlariga sirliq aeroplan voqeasini planlab, buni amaliylashtirdi.
Sovet İttifaqının qo'llashi bilan Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonni ishg'ol qildi. 1949 yili 22 dekabrda Sharq Turkiston Cumhuriyeti ag'dirib tashlandi. Xitoy tajovuzchilari shuningdan boshlab Sharq Turkistonda mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizishni boshlab 72 yildan beri izchil davomlashtirib keldi. Har yili 12 oyda Sharq Turkiston xalqi 1933 yili qurilgan va 1944 yili qayta qurilib varislik qilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetini xotirlaydi. Vatanimizning mustaqilligi, egilik huquqi uchun issiq qanini iqtib, hayotini bag'ishlagan ota-bobolarimizni xotirlaydi. O'tgan 72 yil mobaynida Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligi va mustamlikasining nishoniga aylandi. Xitoyning davlatimiz va xalqimizning mavjudligini yo'qotish tirishchanligiga qaramay, har yili Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishga bo'lgan tirishchanligi va orzusi texmi kuchaydi. Bugun millionlagan Sharq Turkiston xalqi jazo lagerlari va turmalarga, majburiy emgak lagerlariga qamaldi. Nurg'ulg'an Sharq Turkiston xalqi organlari uchun o'ldirilmoqda, majburiy tug'mas qilinmoqda, tajovuzchilikka uchirmoqda. Lagerning sirtidagi xalq hatto o'zlarining uylarida turibmi izchil kuzatish va parakandchilikka uchirmoqda. 850 ming Uyg'ur va boshqa Turkiy millat bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, davlatning yatoqliq maktablari va daril-tamlarga o'rinlashtirilib, o'z millatining salohiyatini tamoman unutib, butunlay Xitoy salohiyati bo'yicha yetishtirilmoqda. Millionlagan turk bovoqlar onasining qo'sqidan majburiy tushirib etilmoqda. 100 minglagan Uyg'ur va boshqa Turkiy millat ayollari majburiy tug'mas qilib etilmoqda. 10 minglagan Uyg'ur va boshqa Turkiy millat ayollari Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlanib, kelgusidagi mavjudligimizning oldini olish, millatni yo'qotishning qurboniga aylanmoqda. Noya, shar, diniy murosim so'rinlarimizmi bizning mavjudligimizning dalillarini yo'qotib o'tish maqsadida vayron qilindi. Buning tub sababi va hal qilish chorasi nima? Mustamlika va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning yo'li nada? Sharq Turkiston va xalqining mustamlika va irqiy qirg'inchilikning qurboniga aylanishining sababi Sharq Turkistonning ishg'ol qilinishi va egilik huquqiga tajovuz qilinishi. 1949 yili 12 oyda Sharq Turkiston Cumhuriyetining ag'dirilishi, 72 yillik irqiy qirg'inchilik, mustamlikadan keyin yo'qolish girdoviga kirib qolishimizning sababi Xitoy ishg'ol qilgandan keyin yangi joy degan ma'noda keladigan Xinjiang deb ism qo'yib olgan 6000 yillik tarixning eng qorong'u davrini yashayotgan Sharq Turkistonning egisi bo'lganligimizda. Dunyoning ko'p qismi Xitoydan qo'rqsa, Xitoy Sharq Turkiston xalqidan qo'rqadi. Shunga Sharq Turkiston xalqiga cho'ng qirg'inchilikka o'xshash irqiy qirg'inchilik yurgizadi. Xitoy Sharq Turkiston xalqini oshqin, terrorchi degan bahona bilan madaniyati va salohiyatini tartibsiz yo'qotishni maqsad qiladi. Biz oshqin emas, terrorchi emas. Bizning maqsadimiz xuddi Yahudilar va boshqa ezilgan millatlarga o'xshash Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Biz bexatarligimizga kafolatlik qilish uchun vatanimizni mustaqil qilishga tirishamiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan xalqarodagi davlatlarni prezident Jo Baydenning yetaklayishida tarixiy paktlarga hurmat qilib, Sharq Turkistonni xuddi Tibetni besib olgan zamin deb e'tirof qilgandek, besib olgan zamin deb e'tirof qilishini talab qilamiz. Biz xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston xalqining erkin, mustaqil, egilik huquqiga ega mavjud bo'lish orzusiga hurmat qilishini talab qilamiz. Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik xalqaro jamiyatning qayta takrorlanmasin degan cho'ng qirg'inchilikning takrori, xalqaro harakatning numussiz eksikligining isboti. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishlar Sharq Turkiston xalqining mavjudligini saqlab qola oladi. Shunga dunyodagi har qaysi davlatlarda yashayotgan Sharq Turkistonliklar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga, mustamlikasiga qarshi turib, Sharq Turkistonning mustaqilligini, egilik huquqini qo'lga keltiramiz. Shunga biz dunyodagi barliq davlat hukumatlari, xalqaro jamiyatning irqiy qirg'inchilik va mustamlikaga uchragan ellarning bizni qo'llashini talab qilamiz. Biz Amerika hukumati va demokratik davlat hukumatlarining texnik ko'proq ko'ngil bo'lib, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishini, Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarga panohlik berishini, texnik konkret va amaliy harakat qo'llanishini, Beijing 2022 yillik qishloq olimpik tantaribiya musobaqasini boykot qilishini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik hokimiyati bilan siyosiy va iqtisodiy bog'larni uzishini talab qilamiz dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish harakatining musofirlarning panohlik ishlariga mas'ul direktori Aziz Sulaymon muhim so'z qildi. Biz davlatimiz Sharq Turkistonni qaytadan qurib chiqishdan iborat irodamizdan zinhor voz kechmaymiz. Chunki bizda ularda yo'q bir kuch, iymon, e'tiqodimiz bor. Adolat va haqiqat biz tarafda.
Allah bizden yardımcımız. Biz dünya medeniyetiga ta'sir ko'rsatgan madaniyatli bir xalq. Büyük Hun xonligini, Qaraxonlar xondanligini, imperiyalarni qurgan xalqning avlodlari. Biz hargizmi boshqa millatlarga bosh egib yo'qolib ketadigan bir indigenous xalq emas, bir indigenous people emas. Qo'limizdagi bu ay yultuzli ko'k bayroq, biz aytayotgan istiqlol marshi, bulupmu bizning qanimizga singib ketgan mustaqillik eni ajdodlarimizdan bizga qolgan muqaddas miros. Biz iman e'tiqodimiz bilan, qo'limizdagi mushu mirosning kuchi bilan devletimiz Sharqi Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini asliga keltirish uchun amaliy harakat qilsaqlar, vaqti kelganda milimizni, jinimizni qurbon qilsaqlar, Alloh xolisa Xitoy tajovuzchilarini vatanimiz Sharqi Turkiston tuproqidan cho'qim qo'g'lab chiqara olamiz. Yüzümüzdeki bu numusunu aklayalayımız. Kolumuzdaki bu ay yurtuzluk kök bayrakını vatanımız asmında kayıtıdın lepildete alayımız. Irqiy qirg'inchilik mag'durlaridan Tursunoy Ziyovuddin, Zumrat Davud, Mehrigul Tursun, Gulzira Avulqon qatorliqlar qatnashib, Xitoyning jazo lagerlarida beshiga kelgan vahshiy qilmishlarni anglatdi. O'zlarining Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishga bo'lgan taqozosi va irodasini bildirdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi xalqimizni harakatlanishga chaqirdi. Gerçi hem de bu Cumhuriyet Bayramımızda hem de bir yerde bu Washington DC etrafta az degende 2-3 Uygur var. Lekin 2-3 Uygur'dan bana fakat 20 adam çıktı bugün. Yani Cumhuriyet günümüzde fakat 20'miz çıkvatımız. Bu içinizlik işler kardeşler. Mesela aldığımızda meyada 7 muhbir var. Biz ata aytimizdeki derdimizni anlaş için, dünyaya anlatış için çıkan 7 muhbir var. Tekrar bir çıkırak çıkan ikiniz bu kırılatkan bir milletin alımışında bolsa ez kardeşler. Biz bu ırkı kırgınçılıkka haklık bulup kalımız. Ez kardeşler. O kırılatkan kardeşler sizinki anınız, ağaçınız, dadınız, kardeşiniz hiç kim degende tuqqanınız bolmasa mı dostunuz ya ki koşnunuz kırılatkanlar, öldürülatkanlar tacavuz uçuratkanlar sizninki kızlarınlar bizning milletning keligisi öz kardeşler. Bunda uxlava meyli. Dünya bizden olgunuşunu kütüvatıdı. Dünya bizge yardım kıygısı ba ama biz yetiyorsak yardım kıymaydı. Bu ırkı kırgınçılık bundan millet haklık deydi kardeşler. Xitaydan korkaydığa yadi ütep gitti. İşnasımız kanmadı. Bugün sizni tutmasa sizin tıkkanınızdan bugün ağır kınmagan bolsa fakat nöbet könmegenliklemiş için ağır kınma otudu. Xitayning niyeti hammamizni tamamen tüptini yuqtish. Bu bugünkü boğa iş emas. 3 yıllık yazı bu Xitay bunu planlayaptı. 3 yıllık yazı. Yani Xitay'nınki ulug' daisi Sun Yat-sen'niki 1921 yılda İngilizce yazgan kitabıda. Gelmez. Bu şöyle yıl kalmayı biz tamamen kırılıp gitimiz. Bizninki mevcutluğumuzu saklayalaydıgan bir narsa var. O bolsa devletimiz buluşu. Ya ne o? Devletimiz yani müstakil devletimiz bolgan bolsa bu gün kalmaydı. Men bir yerde kişinin jutulap yağsızlık bunda atıldıp otamaydım. Yaman ağır bolsam mı zemnin jutumda ya dihan bulatım ya ticaretçi bulatım ya başka narsa bulatım. Sizlermi okşaş. Özünün jutumunda tuqqanlarınla bilen hatırcam başka milletlerde kuşal kuram yaşaytınlar. Dünyanın her kaysi yerlerde sergardan bulup cümeytik ez kardeşler. Dünya bizden oyg'inishni kutyapti. Oyg'inishni kutyapti. Ba muxbirlar Bikadin chiqib qolmadi bu yerga. Bikadin davlatlar irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilmayapti. Qilmadi. Bikadin bizning beshimizni silamayapti qarindoshlar. Ve bizden ümit saklayapti. Ma millet bir ölmegen bolsa
sal güçlürak bir çıkan olsa biz bir yerden bersek, üzerine bir kutkuzuşunun yolunu bir tapsak. Dağıtıda çünkü bulanınki düşmeni yani Xitay. Çünkü Xitay bütün insaniyetin düşmeni. Ve biz düşmanımızı tanıyanmaganlığımız için mana müşkünlük kaldık aziz qarindoshlar. Eşki sözlep kettim. Amma Allah'ınki Cumhuriyet gününgla kutluq bolsun. İnşallah yakın kelgusida mustaqil Sharq Türkistan'da özümüzün devletimizde Cumhuriyet günümüzni tuqqanlarımız bilen aşağıdaki urug' tuqqanlarımız bilen, dost birodarlarımız bilen birlikte ötkazishni nasib qilgan. Ama bunu kılış için biz hareket kılışımız gerek aziz qarindoshlar. En addi iş bir namoyish chiqish. Va yaman kelsa 2 saat vaqtingizni ketidi. Nurg'un qarindoshlar to'rda va vatan uchun jonimni fido qildim. Vatan uchun anda jonimni berman, anda jonimni beraman deb qo'yatsizlar. Bir saat, bir necha saat, bir kunlik vaqtingizni chiqarmagan odam qanday vatan uchun jonini bera oladi? Kim işini sizlarga? Şenmigenlik için xalqaro hazır kadar saklap duruyordu bizni. Kaçan mı delti millet bir oyguna, kaçan bir hareket kılışqa çıka, deb bizni kütüyordu aziz qarindoshlar. Ve aşağıdaki neçe milyon, 35-40 milyon Sharq Türkiston halkı bizni kütüyordu. Chet eldeki mening tuqqanlarim, chet eldeki meningki xalqim biz uchun bir ishni qilyapam deganda, bizni qutqizish uchun bir ish qilyapam deganda deb shu umid bilan yashayotdi. Biz addi bilan namoyish bilan chiqib ko'p sonliq chiqa olsak, undan keyin siz degan shu vatan uchun jonimizni fido qilish fursat keladi. Uni chiqolmasangiz u fursat kelmaydi. Shuningizdan qoladi aziz qarindoshlar. Rahmat. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşkice Allah'a emanet olun sizler.